Burasini 5 oylik dedingiz a? Ha 5 oylik deb berishdi bizga. 5 oylik atrofidagi mana xudo xolasa qo'y bo'lib qolgan akalar, mana qaranglar. Xudo xolasa sal kundan keyin qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. shunday. Buni yana bir noyob xislati bor edi aka. Ha. Mana shu ko'k qo'yimda aka. Ha. Olganimda mendan oldin egasi aytdiki, ukada bu qo'y 4 ishda bu qo'y. Aha. 2 yil bolasini oldim dedi. Aha. 2 yil bolasi olganmasam shu 2 yilda faqat egiz suvdi dedi. Egizchi. Ha, 1 yil bitta 1 yil ikkita emas, har yil egiz tug'gan bu qo'y aka. Har yili egiz tug'adi. Murodjon menga qo'ydi yirigidan ko'rsatadigan obunachilarimizga qo'ydi haqiqiy velikantlardan yetib keldi. Hurmatli obunachilar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum qo'y chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari va mana shunday asldor qo'y ishqibozlari akalar. Xolosa bugun biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchi, optimchi deb nomagan Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, videolarimiz yoqsa bittadan like tugmachasini akalar ayamaysizlar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. Xudo xolasa akalar, hafta kunimizga bugun shanba. Boshlagan kunlaring hammalaringga xayrli, barakotli bo'lsin. Chisolarimiz akalar 8-avgust 2026-yil. Akalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun Abboslar mana shunday qo'ylarda haqiqiy velikantlardan zo'rlardan ketdilar akalar, erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Abbosjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun yana yangi partiyalarimizni olib kelib, xudo xolasa sizlarga bir chiroyli qilib, narxlarni ham yengil qilib, qo'ylari yaxshilardan nasl olaman, zot olaman degan akalarimizga xudo xolasa qo'ylari toza qonlilardan arzonlardan keyin xudo xolasa aka bu safar ham yoshlari yosh, pullari yengil, xudo xolasa badallari semiz o'sha qo'shqor bilan yurgan variantlardan xudo xolasa keldi. Inshaalloh. Birinchi partiyamizga aka son 7 bosh. Son 7 bosh. 3-4 partiya qo'ylarimiz bor. Hammasini videoni aka o'tkazmasdan ko'rishsin. Xudo xolasa oxirigacha narxlari partiya bo'lmasa aka narxlar arzonlab boradi xudo xolasa. Birinchi partiyamizga mana shu 7 dona qo'yamiz. Yoshlari ham o'ta yosh. Eng muhimi narxlari ham eng sifatlari ekstriyeri kuchli aka qo'ylar xudo xolasa. Sifatlari ham nihoyatda aka. Ekstriyeri zo'r aka. Hamma qo'yimni qarasanglar, dumbalari aka birorta bir osilgan yermasi yo'q. Hammasi dumbalar, tikka dumba. Ayak kasilari ham xudo xolasa hammasiniki zo'r aka. Javza boshlari ham, rangi ham inshaalloh aka toza. Hammasini judoni bir qo'l oldirib qo'yganman aka. Badallarni ham ko'ryapsiz mana. Suyagi bilinmaydi janovorlar. Hammasi ham Qo'chqor deysiz emirgan aka. Yaxshi narsa aka. Qulog'ini qo'shamagan variantlar. Mana yuzboshlarga yuzlari ham aka hammasi ham tiniq narsa-da mana. Qizlar mana aptopda yaltiraydigan variantlar aka. Bu haligi joylar qo'ymas ekan. O'sha toza qonli yaxshi variantlar xudo xolasa. Qulog'ini qarang aka. Qulog'i 20 plus 21 chiqaradi. Qulog'i 20 plus. Endi quloq qozlar uchun. Mana akalar, o'zim sotib qolaman, uzoq yillar bo'lib yuraman degan kunlarga tushunganlarga akalar mana tavsiya qilamiz. Akalar, tushlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham akalar nihoyatda chiroyli. Oyoqlari ham akalar, oyoqlari ham nihoyatda chiroyli. Hammasi akalar kelishgan. Mana oxi yuz aka mana qo'l tashishlari ham xudo xolasa bu haligi joylar qo'ymas aka. Xudo xolasa zoti toza, nasli o'ta kuchli variantlar aka. Yoshlari ham aka 2-4 ish. 2-4 ish variantlari. Bittadan tuqqan, tug'magan variantlar aka. Akalar, xudo xolasa yoshidan boqaman deganlar bugun aloqada bo'larsiz. Ekrandan nima chegirramlar bo'ladi. Aka yangi qo'shdi, kecha qo'shdi aka. Buni qo'yimiz bo'g'oz. Videosi bor a? Videosi bor ekan. Videolari bor ekan akalar. Buni aka o'zi mana yillar ham bilinib qolgan aka bo'g'ozdi xudo xolasa. Xudo xolasa. Buni ham bo'g'oz bo'lganman aka. Buni ham bo'g'oz bo'lganman. Ikkita kashtan bo'g'oz bo'lganman. Buni ham aka biz zamonda qo'shgan yuribdi aka. Qarang bu o'zimni yemdan qo'yimda bu o'shanga semiz ham katta bu. Uyda qo'yilgan. O'zimni uyimdan qo'yimdan chiqqanman. Buni ikkita kishim bor aka. Bularda lekin ularda ham ikkalasi ham yelim bor aka. Qo'shqarimdan yuribdi bular ham. O'zi aslida mana shu ikkalasini qarang, o'zi hamma tomoni boshqacha mana qarang, bel tekstilari ham, rangi ham, kalla tuzishi ham kuchli. Bu qo'ylarni o'zi bilgan odam nima deydi, yaxshi pulga oladigan narsalar aka. Nega optim uchun narxlari yengil bo'ladi aka. Yuziga ham qarang, ishlarini ham mana aka. Bu endi ikki chiqyapti. Bunisi yana ikki endi chiqdi. Jonivorlar zo'r narsa ekan mana shular. Mana
4 tish. Mana shu 7 tush tushyapti. Ha, yangi 4 tish. Buni ham 4 tush. Telefon quloq mana. Bunisi ham mana 4 tish aka. Agar behijolat, Bu ikkitasi 2 tishdan 4 tish. bu ham 4 tush. Bu ham 4 Mana tush. bu ham 4 tish. Hammasi yo'q Aka. ekan. Hammasi. Ayollari ham zo'r. Abbosan qo'lingizda metr bor ekan. Shuni metr tashlab ketaylik. Ha. Hurmatli obunachilar, yerdan metr bitta aylantirib oling. Ana. Xo'p. Mana. Yerdan agar balandligi 80 plus. Ikkinchisini ham qo'ying, qo'ydi. Bunisi bundan kattaroq uni. Yerdan agar 85 ga yaqin ekan. Buni o'zida bo'ybasi nechaga beramiz? 80 plus 85. 80 plusda. Ha, 80 plusga olib turadi aka. O'zim bo'ylarini o'lchaganman. Mana ikkitamizni 80 ga olsa bo'ladi, 85 85 ga olib turadi. Agar mana yelkalariga alohida ahamiyat berasa, yelkalari ham haqiqatda chiroyli qo'ylab qurib qolmagan. Hozir obunachilar kun ham issiq bo'lyapti, to'g'ri tushunasizlar. Telefon ham qizib ketyapti. Xo'p, Abbosxon buni ma'lumotini berdik. Bo'ylari ham 80 plusda. Xudo xolasa yeb-ichlardan muammosi yo'q umuman, ha? Yo'q aka, yemasa, bir narsa baydan olmaydi aka, xudo xolasa. Yeb-ichlar hammasi muammosi yo'q aka. Bir haftaga garantiya bor. Yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa menga aytgan aka. Xotirjam, u behijolat unisidan aka. Xo'p, qo'ylarni ham Abbosxon qiynamaylik, o'zimiz ham qiynalmaylik. Telefonda qiynamaydi. Ha, telefonni ham qiynamaylik. Xo'p, buni narxiga o'taylik. Hammasini bir joyga olgan odamga bitta narx ayting. Xudo xolasa tanlab olishga o'zingiz savdosini qilaverasiz. Aka, Optimga xudo xolasa narxini o'ta ham yengil qilib beraman. Nech puldan qilib berasiz? Optim hammasini bir joyga qo'yib. Savdo qilmaymiz aka, men 8 dan 100 ming eksim tushib beraman demayman aka. Ha, bitta narx Ha, ayting. bitta narx ayting. 7 million 600 ming so'mdan aka narx qo'yib beraman. Aha. Xudo xolasa telefon qilib o'zing aloqa chiqsa aka, vodiydanmi, yo Toshkentdanmi deysa, ozgina xayr qilib beraman. Dastavkani qayerga tushirib berasiz? Dastlabki aka O'zbekiston bilan bor, xudo xolasa. Vaholarga ham xudo xolasa kelishilgan holda chiqarib beraman. Kelishilgan holatda. Ha. Optim olsak ish tezroq bitadi, chunki Optimga meni ham hisobim chiqadi. Nima edi? Narxi ham yengilroq bo'ladi. Tanlab olishganda aka plyus minuslari bo'ladi. Hurmatli obunachilar, lekin mana bu qo'y juda bo'lakcha narsa ekan. Orqa oshlari, quyruqlari Lekin nihoyatda o'zini ochiq. so'rasa aka aytib qo'y, bu ancha pulga beraymi aka? Ancha plyusi bor buni o'ziga. O'ziga Mana shirga klasiga ancha, chunki o'zi ham yaxshi qo'yib olganman-da. toza qo'ylar ekan. Optim ichida bu ham ketdi. Qo'yda akalar tushunadiganlar aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa qo'ydi bu yerda pasi yo'q mana. Haqiqatan hammasi sifatli mana xudo xolasa. Biz bilgan odam, ko'rgan odam qo'yib ko'rib aka, aqli turibdi. Ha. Xudo xolasa. Endi hozir bilyapsiz, u nasibchilik aka yildan yilga tushyapti. O'zimiz ham oldin bir kilo oldin qilmaslik, hozir o'zimiz bilyapmiz yaxshi narsani. Sifatli qo'yib bo'lsa. Xuddi shunaqa aka. Keyingi aka qo'shqor bilan yaxshi qo'shqorlar bo'lsa, hozir qo'shqor to'sh muammo emas, zo'rmi? Bozordan to'shsa bo'ladi, qo'shib turib, bundan kuchli bola olib seleksiya qilsa bo'ladi degan qo'ylar bilan. Qo'chqorni zo'rni qo'shib, xudo xolasa jaydari qo'ymasa aka, bir yil ikildagi yaxshigina toza arasham qo'chqarsa bo'ladi deb o'ylayman. jonim sog' bo'lsin. Agar qaysi qo'y qiziq bo'lsa, metkani qilib tashaverasizlar, xudo xolasa. Mana, qay qo'ylarni zo'rna boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar. Xo'p, Abbosxon keyingi partiyada o'tiramizmi? O'zi aka keyingisiga o'tamiz. Keyingisida bundan ham arzon bor ekan. Bundan ham arzonlari bor ekan, akalar, kuzatishni davom etasizlar. Obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga ona bolani haqiqiy noyobidan, velikantidan boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar bugun. Jonivorni qaranglar, onasini qaranglar, akalar, kattaligini. Ha, bolasini qaranglar, bolasi. Ona bolani bor. Ona bola ha. Toza o'sha top dasturda qo'yar ekan. Kalla, garbonos, quloqlarga qarang jonivorni. Abbosa, qayerdan to'p kelyapsiz bunaqalarda? Aka xudo xohlasa xalqimiz uchun aka xizmatdamiz. Jonim. Yaxshi naslda aka ishg'ol bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysin. Bundan ham zo'rlarni hali ko'p chiqaramiz xudo xohlasa. Akalar, bundan ham zo'rlari mana shu kanalda chiqaveradi. Bolasini stoykasini qaranglar, bolasini qaranglar. Bolasi urg'ochi, bolasi. Bolasi urg'ochiga. Bola 5 oylik atrofidagi onasi Mana endi 4 tish. Tushlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham nihoyatda chiroyli, lekin qo'y katta ekan, telefonga ham sig'mayapti akalar. Mana yerdan Sakam 90 aka. necha yaxshi Yeriginasi onasi ham. orqa boshimni ko'rsatib qo'ying, orqa boshimni. Zumbalari ham zo'r aka. Lekin aka qarang, Ha. bu bolasi 5 oy deyapsiz-ku, Ha. lekin onasini yelim bor. Qo'shqon bo'lishi ham mumkin. Qo'shqon bo'lishi ham mumkin, ha? Ehtimol qancha qo'shqonlarimiz qo'shib qo'yishaveradi. Akalar, tepadan ko'rinishi ham nihoyatda chiroyli. Va xolasa ona bola qo'yish hozirga bemalol akalar tavsiya qilaveramiz. Bolasi ham aka zo'r qo'shqon
Akalar, xudo xolasa, ona bola qo'yish qo'zlariga haqiqiy noyobidan. Bolasi chorsaroq ekan azna, mana. Kalla garib bonus quloq shu zo'r aka va bolasini ham. Bolasini 5 oylik dedingiz a? Ha, 5 oylik deb berishimiz ham. 5 oylik atrofidagi mana xudo xolasa qo'y bo'lib qolgan. Qo'y bo'lib qolgan akalar, mana qaranglar. Xudo xolasa har kundan keyin Qo'y bo'lsa ham bo'laveradi. shunday. 5 oylik katta qo'ylik. Xo'p, yemishlardan muammosi yo'q. Sinab olishaveradi bir hafta. Xotirjam. Xotirjam akalar, yedirib ishi bo'lar ekan xudo xolasa. Bo'y bastani ko'rlaring xudo xolasa. Yoshlari ham yosh 4 kishi variantdan ekan xudo xolasa. Xo'p, Abbosam buni narxini nima deymiz narxini? Bir joyga olgan odamga mana shuni ikkovini. Aka, xudo xolasa tortishmay gapiraymi ham? Ha, 15 million so'mga aka, xudo xolasa sipasini qilib bitkazib beramiz. 15 million so'mga. 15 million so'mga telefon qilsa, Qayerda qilib berasiz? ha, xayri bor aka. Xayr sunatib o'tib berasiz. Lekin aka 2000 chiqasa ham bo'ladi narsa. To'g'ri. Bizga yengilroq kelgani uchun mayli 15 million so'mga yana ozgina xayr sunnatni beramiz. Savdoga chiqishadi. Joning sog' bo'lsin. Akalar hech kim aytgan emas sotmaydi, savdolash sunnat. Bemalol aloqaga chiqib xudo xolasa o'zlaringiz savdolashaverasizlar. Akalar xudo xolasa bizda endi keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyamizga xudo xolasa yaxshilari bor. 3 partiya qo'ylarimizni faqat arzonlar aka bugun. Bo'ldi. Akalar kuzatishda davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Akalar bizda endi keyingi partiyaga dollar svet ishqibozlariga dollar svetni haqiqiy noyobidan ekan. Akalar qo'ydi qaranglar, yuzini qaranglar, yuzini. Yuzini nima deyapti akalar? Qaranglar. Haqiqiy zo'rini boqaman deganlar. Mana. Aloqada bo'lasizlar akalar, xudo xolasa. Abbosan shu partiya o'zgargani sari qo'ydi haqiqiy noyoblardan chiqarib beryapsiz lekin. Buni yana bir noyob xislati bor deydi aka. Ha. Mana shu ko'k qo'yimda aka. Ha. Olganimda mendan oldin egasi aytdiki, ukada bu qo'y 4 kishida bu qo'y. Aha. 2 yil bolasini oldim dedi. Aha. 2 yil bolasi olgan bo'lsam, shu 2 yilda faqat egiz suv dedi. Egizchi. Ha, 1 yil bitta 1 yil ikkita emas, har yil egiz tug'gan bu qo'y aka. Har yili egiz tug'adi. Ha, Alloh xolasa. Har yili. Uylam endi avvaldan Alloh bergan aka. Lekin mendan oldingi egasi aka buni 2 yil bolasini olib, 2 yilda ham shu ikkidan tug'di bu qo'ydi. Garantiyasini berdi aka bu odam. Mana aldidan odam emasda. Gaplashganimizni bilasiz. Xudo xolasa mana so'da qilib baxtni quloqlari ham butun badallari semiz xudo xolasa. Bu shunaqa aka, bu 4 qo'y. Ehtiyodan qo'y xudo xolasa. Egizchi qo'y. Ha, endi bunisini bilmayman lekin. Yoshi ham 4 Bu ham shunaqa 4 endi. Bu ham egizchimi? Bu ham 4 Yo'q, buni bilmayman aka lekin. Bunisi noma'lum. Lekin buni bo'g'ozi bo'lganman aka, buni qo'shib keladi. Buni lekin buni qo'shqanida yuribdi aka. 2 uy ham yuribdi. Mana bo'g'ozi berishgan menga. Buni qo'shqanimdan ikkalasidan yuribdi lekin. Qo'shqanlar qo'rani suribdi uni ham. Videosi kerak bo'lsa tashlab beramiz. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. O'zingizlar ko'rgansiz chiqadi. Xo'p, akalar, mana bu birinchidagi o'sha qorasini akalar bo'g'ozga olishgan ekan, bo'g'ozga berishgan ekan. Lekin akalar mana shu narsa mana. Yerda qorilari bor ekan. Lekin mana bu ko'p xudo xolasa Boshqa narsa. egizchi boshqa narsa ekan akalar, xudo xolasa ishqibozlariga lekin bemalol tavsiya qilaveraman. Shu qo'yingiz Abbosga menga ham o'zimga ham yoqdi lekin. Haqiqat chiroyli narsa ekan akalar. Tashlab qo'ysizlaring. Xudo xolasa Qochmagan bo'lsa qo'shqonlar yaxshi qo'shsin. qo'shib olishadi. Qochgan bo'lsa ham bunday qo'shqor emas ekan. Qo'chqordan xavotir olishmasin. Qo'chqor zo'r xolos. O'zingizlar ko'rgansizlar. Bularni ham o'lchab qo'yaylik. Yerdan akalar balandligi mana chiqqani akalar Nechasi oshiradi? Olarasiz. Qilgilasi. ikkalari ham akalar bir xilda mana xudo xolasa. Oyoqlari ham aka zo'r xudo xolasa. Hamma yo'q. Yardan aka bu olib qo'ymaydi. Ha, narxi qancha buni Abbosan? Narxini aka xudo xolasa. Ikkovini bir joyga olgan odamga. Buni aka buni olganga birinchi partiya 7 million 600 dan qo'ydik. Bulardan shuni qo'ysam bo'laveradi chunki farqi yo'q-da, bir xilda qo'ylar. Buni alohida chiqargan sababim g'obizga sig'madi, ya'ni qo'ylar soni ko'p bo'lmasin deb xotirjam nima qildik? 7,5 milliondan ketaveradi, 15 million. 7,5 million so'mdan ketaveradi. Ketaveradi aka. Xo'p, Abbosan xudo xolasa shu ko'kni olaman desa ham telefon qilishaveradi. Farqi yo'q aka. Tamam, buni qo'yib ikki kishi ikkalamiz bo'lib olamiz, ikkita o'rtamiz desa ham telefon qilishasan. Buni olaman desa telefon qilishasan. Farqi yo'q aka. Lekin to'y bersa ekan qo'ydi narxi. O'z bilasiz, avtomatik qo'yadi. Egiz to'y bersa 10 million tashli egiz to'y yo'q. Ha, xudo xolasa haqiqatan lekin ikkita tug'ib bersa akalar, lekin xudo xolasa nima desa bo'ladi?
qo'yga to'ldirib yuboradigan variantlar ekan akalar sizlarga. Mana o'sha Oddiy gapni aytganda. dehqon odam bo'lsa, endi bizga olib sotaramiz, sotilaveradi. Biz keldik ketdi, agar dehqon odam boqib, nima qilsa, xudo xolasa bu to'shga nima qildi? Bir Yosh. 6 marta bolasi olsa, siz haqiqatan o'sha aytganingiz qo'raqni to'ldiradi. Akalar xudo xolasa 7 million 500 ming so'm narx aytilyapti. Xudo xolasa telefon qilishadi, ikkovini bir joyga olgan odamga chiroyli qilib xayr o'tib beradi. Bo'ldi. Agar xudo xolasa qaysi qo'y yo'qsa, bitta ham sotilaverar ekan. Agar xudo xolasa ishlarini bitirib berishadi. Aka, lekin 2 dona xudo xolasa bir-biridan go'zal aymoqchi ikkalasini o'zim sinab, o'zim yedirib, ichirib, kafolatimni ko'rgandan keyin chiqaryapman aka. 3 kun olsin aka, xudo xolasa baraka topishadi. Ikkalasi ham yaxshi narsa qushlarım bilan yuribdi. Biroz yillik qo'shqinlar ish ko'rishadi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, to'liq ma'lumotni olish uchun pastdagi nomerlarga shoshilib aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa, Abbosda ishlarini bitirib berishadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiyaga bir juft urg'ochlardi akalar. Narxi yengil variantlardan arzon variantlardan. Bular ham noyob, xudo xolasa, narxlari o'ta ham yengil aka, xudo xolasa inshaalloh. Ikkicha qo'ylarimiz. Ikkitadan, Ha, bularda bolasi bor edi aka. bolalari bor edi. Sarig'im tutdi aka. Aha. Egiz bolasi bor edi. Egizchi. Ha, bu birinchi bolasi egiz bergan bu aka. Birinchi bolasi egiz bergan. Ha, bolalarni endi olmadik. Kechalar onlarni o'zini oldik. Buni bolasini o'ziga olib chiqmabdi aka, buni bolasini beraman dedi. Bunisini. Bu aka nima egasi aytish bo'yicha qulog'i 21 qo'y turibdi bu. Bolani yaxshi Ha, bergan. bolani aka minulga beraman dedi-da, shuning uchun kelisha olmadi. Akalar, Lekin bolani nima edi aka? Qochgan dedi bular. Yana o'sha qo'shqo'larni yana qochgan dedi. Men olganman aka. aha. Qo'shqo'lar biz qo'shib olsin. Akalar, Bu yerda o'z buxoramda yuribdi. Qo'shqo'lar bilan yuribdi, xudo xolasa. Meni qo'shqo'lar biz qo'shib olishadi. mana shu narsaga olishaver ekan. Bir so'z bilan aytganda, mana shu narsaga akalar olaver ekansizlar. Xudo xolasa, ikkisidan mana xudo xolasa betadan tuqqan qo'ylar ekan jonivorlar. Lekin bunday yuzdan qarang aka go'zalligini. Yuzlari. Mana aka. Ikki tish. Bu ham mana ikki tish. Bu ham ikkita ekan jonivorlar. Xohlasa bo'ylari aka 75 pulga olishaveradi. 75 plyusga olishaveradi. Xohlasa qo'chqorni yaxshi bilan yeyotganida endi men ham olgan odam ham aytyapman, adamga to'qqanim yo'q. Qo'shib mononi bo'g'ozda berdi, bu ham bu ham deb berdi aka. Men 50 kilga beraman. Qo'shqolar bilan faqat yuribdi, shu qo'shqolar bilan yuribdi aka. Yana qo'shqolar bo'lsa qo'shqo'y ishursin aka. Mana mana shu narsaga olaver ekansizlar. Xudo xolasa bo'g'oz deb olgan ekanlar, bo'g'oz deb berishgan ekan. Hop, olganman, 50 kilga beraman degan. 50 kiloga beradi. Abbosjon endi buni yebishlardan muammosi yo'q. Yo'q, yebishlar zo'r aka. Sinab olishaveradi. Xotirjam sinab olishdi aka. Endi Narxini nima deymiz Abbosjon buni? bu narxini aka Video so'ngida. Xudo xolasa. 12 million qo'yimman aka. 11,5 million so'mga 5 million 750 ming so'mdan aka tushuni beraman. 5 million 750 ming so'mdan akalar xudo xolasa. Biri aka bolasini o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bunisini bolasini o'sha 1000 dollar beraman dedi aka. Qulog'i 21 plus 2 oylik qo'zi, 2,5 oylik qo'zi ekan. Xullas bolalarni ayirib olib kelibsiz qo'ylarni. Bolalari kuchli bo'lgan aka. Bolalari yaxshi bo'lgani uchun bolalarini olmasdan berish yaxshi qo'ydi. Ikkalasini ham bolaga nima edi? Yaxshi bola berar ekan. Shuni hisobiga ham olgan odam qazmaydi. Ham bo'laki 5 million 750 mingdan bilan qo'yiladi. Kiramiz o'zimiz ham topolmaymiz. Xudo xolasa dumbalari zo'r, oyoq qo'llari o'ta uzun aka, suyaklari ham qalin. Unaqa bir yag'aч nima emas, badallari zo'r aka, qurib qolmagan. Quloqlari ham mana butun aka. ular ham ikki qo'y ham xudo xolasa tegmagan. Yaxshi. Yaxshi qo'ylar ekan xudo xolasa. Dunyo sinjun aka, dunyo qo'ylar sinjun. 5 million 750 dedingizmi? Ha, 11,5 million aka qo'yadi. 11,5 million. Hayr sunnati bor. Aysati bor. Hayr sunnati bor ekan, akalar xudo xolasa ekrandan nomerlarga shoshilib aloqa qilish kerak. Partiya bo'ldi, bunaqa qo'ylar bunaqa arzon narsaga kam keladi, shuning uchun pul yig'ib qolsin. Bo'ldi. Abbosjon, kimdirlarga buni bo'yiga ham qiziq, bo'yini o'lchab berib ketsak. Metrimiz bor. Mana videoni o'zida Yerdan akalar. o'lchab beramiz. Balandligi akalar. Takroriy videoga ham hojat yo'q akalar. Mana xudo xolasa
tishlari ko'rsatilgan. Xudo xolasa mana yerdan balandligini. Necha yil bo'lsa olishsin aka. Qarang akalar, xudo xolasa o'ragansizlar. Narxlari aytildi akalar, xudo xolasa bo'y basini ham video so'ngida o'lchab, xudo xolasa ko'rsatib berdik. Obuna Telefon bo'ling obunachilar. Bundan zo'rlari kanalımizda ko'p chiqadi. Yaxshi qo'y. Qanday qo'y chiqaramiz? Yaxshi chiqaramiz. Shuning uchun obuna bo'lib kuzatishga davom etinglar. Like berishga harakat qilamiz. joningiz sog' bo'lsin. Abbos boy, sizga rahmat. Xo'p, xudo xolasa chorvangizga Alloh baraka bersin. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Xudo xolasa mana shunaqa qo'ylarda zo'rlardan chiqqanda xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'ladi akalar, sizlarga yetib boradi. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Akalar like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like bosganlarda Alloh rozi bo'lsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasiz akalar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.